بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Ajrumiya matnini sharhidan darslarimizni davom ettiramiz. Biz mubtado va xabar mavzusiga yetib kelgan edik. Al-mubtada'u wal khabaru. Mubtado va xabar. Qala al-Ajrumi rahimahulloh babul mubtada'i wal khabari. Ajrumi rahimahulloh aytibdiki, mubtado va xabar haqidagi bob. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. Mubtado haqida aytibdiki, birinchi mubtado u lafziy omillardan xoli bo'lgan marfu ismdir. Demak, mubtado ism bo'lar ekan, fe'l yoki harf bo'lmaydi. Va marfu bo'ladi, ya'ni mansub, majrur bo'lmaydi. Va lafziy omillardan xoli bo'ladi. Bizda omillar ikkiga bo'linadi. Ma'naviy omil bor va lafziy omil bor. Lafziy omil bu ko'rinib turadigan, talaffuz qilinadigan omillar lafziy omil bo'ladi. Masalan, bunga misol tariqasida aytadigan bo'lsak, mana 3 ta misolni ko'rib chiqamiz. Lafziy omil va ma'naviy omilni tushunishlik uchun. Mana masalan, qoma zaydun desak, zayd turdi. Mana shu yerda qoma omil bo'ladi. Zaydun bo'lsa ma'mul. Ya'ni omil deganimiz o'zidan keyingi kalimaga ta'sir o'tkazuvchi kalima bo'ladi. U fe'l bo'lishi mumkin yoki harf bo'lishi mumkin va hokazo. Bu yerda masalan qoma zaydunda mana bu zaydun marfu bo'lyapti. Mana shuni marfu qilayotgan narsa mana bu qoma. Demak bu omil deyiladi. Ya'ni o'zidan keyingi kalimani oxiriga ta'sir qilyapti. Shuning uchun qoma omil bo'ladi, zaydun ma'mul. Bu yerda qoma lafziy omilga kiradi. Ya'ni talaffuz qilinadigan, ko'rinib turgan omil. Keyingisi masalan fiddari, hovlida. Masalan, mana bu addari, dar kalimasini oxiri kasra qilayotgan narsa mana bu jar qiluvchi harf fi. Ba'zan omil ya'ni ism ham bo'lishi mumkin, lafziy omil. Muhimi demak lafziy omil lafz qilinadigan, talaffuz qilinadigan, ya'ni yo ism yoki fe'l yoki harf bo'ladi. O'zidan keyingi kalimani oxirini yo raf yoki nasb qilib yoki jar qilib, shunaqa oxiriga demak ta'sir o'tkazadi. Endi bizda ma'naviy bo'lgan omil ham bor. Masalan, Muhammadun mushtahidun desak. Muhammad mushtahiddir. Bu yerda Muhammad mubtado, mushtahidun xabar bo'ladi. Bu yerda masalan Muhammadunni oladigan bo'lsak, Muhammadunni marfu qilgan narsa qani? Lafzda biror bir narsa o'tildimi deyilsa, talaffuz qilinadigan, ko'rinadigan narsa o'tmadi. Balki buni omili, mana shu raf qilib o'qitayotgan omil, bu ma'naviy omil deyiladi, ya'ni lafziy omil emas. Shuning uchun ham demak mubtado nima ekan? Lafziy omillardan xoli bo'ladi. Buni omili nima bo'ladi? Ma'naviy omil bo'ladi. Ya'ni uki ibtidolik, boshlanishlik. Gap u bilan boshlanishi. Masalan, fe'l muzoriyni ham raf qilguvchi narsa, masalan yadribu yoki yakhruju desak, uni ham raf holatida kelishligi, uni ya'ni marfu qilayotgan narsa ma'naviy omil bo'ladi, lafziy omil bo'lmaydi fe'l muzoriyda ham. Va hokazo, yana buni keyingi kitoblarda, keyingi mavzularda yana ham tushunarli bo'lib boradi inshaalloh. Endi xabarga qaytsak, val xabaru huval ismul marfu'u al musnadu ilayhi nahwu qawlika zaydun qoimun va zaydani qoimani va zayduna qoimuna. Endi xabar nima deyilsa, xabar u mubtadoga suyangan marfu ismdir. Demak, xabar nima ekan deyilsa, ism deb aytayapti. Endi bu boshlang'ichlarga bo'lganligi uchun odatda xabar ism bo'lib kelganligiga ism deb aytayapti, lekin aslida xabar ism ham bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa xabar jumla bo'lib kelishi, ya'ni fe'liy jumla yoki ismiy jumladan tashkil topgan bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun doim ham xabar ism bo'lmaydi. Balki fe'l ko'rinishida ham, jumla ko'rinishida ham umumiy olganda keladi. Endi faqatgina bu shunchaki taqrib uchun, osonlashtirish uchun shunda beryapti. Demak, xabar nima ekan? Al-musnadu ilayhi, ya'ni musnadu ilayhidagi hi zamir, ya'ni mubtadoga qaytadi. Ya'ni musnad, ya'ni bunda ma'no shunday bo'lib qoladiki, xabar u mubtadoga suyangan marfu ismdir. Masalan, sizni quyidagi so'zingiz kabi. Zayd turuvchidir. Ikkita Zayd turuvchidir. Ya'ni yoki bo'lmasa turibdi desak ham bo'ladi. Va zaydlar turibdi. Bu yerda mana bu zaydun mubtado, qoimun xabar. Zaydani mubtado, qoimani xabar. Zayduna mubtado, qoimuna xabar bo'ladi va ikkalovi ham mubtado xabar bir-biriga e'tibor bersak, ikkalovi ham marfu bo'lyapti va bir-biriga jinsda bo'lsin, ya'ni muzakkar muannaslikda va undan tashqari sonda ham, ya'ni mufrad, tasniya, jamda ham bir-biriga mos bo'lib kelyapti. Qala Abu Muhammad, sharih aytadiki, babul mubtada'i wal khabari va kazalika babul fa'ili huma ahammu abwabin nahwi. Mubtado va xabar haqidagi bob va xuddi shuningdek fa'il bobi, u ikkalovi, ya'ni mubtado xabar va fa'il bobi
nahvu boblarining eng ahamiyatlisidir. Nahvdagi eng muhim mavzular mana shu mubtado xabar va fa'il mavzusi. Nimaga deyilsa, chunki sababini aytayaptiki, li'annal kalama yubna alayhima fil g'olibi. Chunki kalom, jumla ko'pincha mana shu ikkaloviga bino qilinadi. Ya'ni mubtado va xabarga va fe'l va fa'ilga. Chunki bizda jumla ikki qismga bo'linadi. Ismiy jumla bor va fe'liy jumla bor. Ismiy jumla bo'ladigan bo'lsa, u mubtado va xabardan tashkil topadi odatda. Fe'liy jumla bo'ladigan bo'lsa, fe'l va fa'ildan tashkil topadi. Chunki har qanday jumlani ikkita nimasi bo'ladi, asosi, ustuni bo'ladi. Birinchi ustuni masalan fe'l, ikkinchisi fa'il bo'ladi. Yoki bo'lmasa birinchi ustuni mubtado, keyingisi xabar bo'ladi. Wala yakadu yakhlu kalamun min fa'ilin aw mubtada'in. Aytayaptiki, shuning uchun biror bir kalom deyarli fa'ildan yoki mubtadodan xoli bo'lmaydi. Wal mubtada'u wal khabaru shay'ani mutaqabilani mutalazimani. Mubtado va xabar bir-biridan ajralmas va shu bilan birga bir-biriga muqobil bo'lgan, ya'ni bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan narsa. Ya'ni bir-biridan ajralmaydi, doim bir-biri bilan yonma-yon keladi mubtado va xabar. Ya'ni birisi ikkinchisiga albatta muhtoj. Lekin bir-biriga qarama-qarshi narsa. Bir xil bitta narsa emas. La yakunu mubtadaun illa wa lahu khabarun. Shuning uchun aytayaptiki, wa la khabarun illa wa lahu mubtadaun. Biror bir mubtado bo'lmaydi, illo uni mubtadoni xabar bo'ladi. Va biror bir xabar bo'lmaydi, illo uni o'sha xabarning mubtadosi bo'ladi. Va fi kalamil musannifi masailu. Endi musannif Ajrumi rahimahullohning gapida bir qancha demak masalalar bor. Al-ula ta'riful mubtada'i. Birinchisi mubtadoning ta'rifi. الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية نحو زيد قائم. Demek mubtadoning ta'rifi, ya'ni mubtado o'zi nima degani? Mana shuni tushuntiryaptiki, mubtado nima ekan? Lafziy bo'lgan omillardan xoli marfu ismdir. Biz buni yuqorida tushuntirdik, nima degani. Masalan, Zayd turuvchidir yoki turibdi. Falafzu Zaydin ismun wa huwa marfu'un wa qad 'ariya 'an al-'awamil allati tu'athiru fihi hina tataqaddamuhu. Kal af'ali. Aytayaptiki, Zayd lafzi, Zaydun qoyimindagi Zayd lafzi ism va u marfu bo'lyapti. Demak, biz yuqorida mubtadoni aytdikki, ism bo'ladi va marfu bo'ladi deb aytildi va lafziy omillardan xoli edi. Va dar haqiqat unga ta'sir o'tkazadigan, ya'ni undan oldin kelgan paytda unga ta'sir o'tkazadigan, ya'ni u ta'sir o'tkazadigan degani oxirini zammali yoki kasrali yoki fathali qilib, ya'ni ta'sir o'tkazadigan omillardan xolidir. Demak, Zaydun lafzi ism bo'lyapti va u marfudir va dar haqiqat undan oldin kelgan paytda, ya'ni o'zidan oldin kelgan paytda unga ta'sir o'tkazadigan omillardan xoli bo'lib turibdi. Ya'ni mana bu Zaydundan oldin biror bir kalima kelmayapti. Ana shu kelib turib unga ta'sir o'tkazadigan lafziy omillar yo'q. Masalan, kal af'ali, masalan fe'llar kabi. Fe'llar kelsa, masalan, ta'sir o'tkazadi. Falau qulta qama Zaydun, sara Zaydun fa'ilan. Agar siz aytsangizki, qama Zaydun deb aytsangiz, Zayd turdi desiz, Zayd bu yerda fa'il bo'lib qoladi. Mana bu qoma Zaydunni nima qilyapti? Oxirini raf qilib o'qityapti. Walau qulta inna Zaydan sara Zaydan isman li inna. Endi agar siz inna Zaydan deydigan bo'lsangiz, Zaydan innani ismiga aylanadi. Va inna ma qayyada al-awamila bil lafziyyati li ikhrajil amili al-ma'naviyyi. Omillarni lafziy deb turib qaytladi o'sha musannif Ajrumi. Nimaga deysa, ma'naviy omillarni chiqarib olishlik uchun. Chunki ma'naviy omildan xoli bo'lmaydi mubtado. Mubtado va xabar nima? Ma'naviy omildan xoli bo'lmaydi. Li'annahum yaquluna al-mubtada'u marfu'un bi'amilil ibtida'i wa huwa ma'naviyyun la lafziyyun. Chunki ular, ya'ni nahvshunoslar aytishadiki, mubtado ibtidolik, ya'ni boshlanishlik, ibtidolik omili bilan marfudir va u lafziy bo'lmagan ma'naviy omildir. As-saniyatu ta'riful xabar. Ikkinchisi xabarning ta'rifi. Xabarning ta'rifini aytayaptiki, al-ismul musnadu ila al-mubtada'i. Al-musnadu ilayhi deb keladi-ku, ana shu al-musnadu ilayhi, ya'ni ila al-mubtada degan ma'noda berdi. Demak, xabar nima ekan desa, xabar u mubtadoga suyangan ismdir. Gap o'zi mubtado haqida ketadi. O'sha xabar doim mubtadoga suyanadi. Va fi hada at-ta'rifi qusurun. Aytayaptiki, bu ta'rifda kamchilik, nuqsonlik bor.
لأن الخبر قد يكون جملة فعلية. chunki xabar gohida fe'li jumla bo'ladi. Yuqorida bo'lsa xabarni ism deb qo'ydi. Bu har doim ham ism bo'lmaydi. فلا يصح أن يقال عن الخبر إنه اسم. Shuning uchun nima ekan? Xabar haqida uni ism deb, ya'ni xabarni ism deb aytishlik sahih, to'g'ri bo'lmaydi, durust bo'lmaydi. ولكن المصنف كتب كتابه هذا للمبتدئ الذي يقرب إليه المراد. Lekin musannif mana bu kitobini boshlang'ichga yozdi. U boshlang'ichki, unga mana shu boshlang'ichga maqsadni yaqinlashtirib beradi musannif. Ya'ni mana shunaqa yaqinlashtirib turib boshlang'ichga moslab yozgan. Walau bihasabil g'olibi, agarchi g'olib ya'ni aksar ko'rinishda, aksar holatga qarab bo'lsa ham. Ya'ni doimiy shunaqa bo'lmasa ham boshlang'ichga ko'pincha uchraydigan holatni, ya'ni g'olib holatga qarab turib mana shunga ko'ra ta'rif berib qo'ygan demoqchi-da. Bihasabil g'olib degani g'olib ya'ni aksar ko'pincha uchraydigan narsaga qarab, ko'pincha uchraydiganga qarab turib bo'lsa ham, ya'ni boshlang'ichga mana shu maqsadni, shu yerda tushuntirilmoqchi bo'lgan maqsadni unga yaqinlashtirib beradigan shu mubtadiga mana bu kitobini yozganini aytibdi. Va sayati fi kalamil musannifi anna al-khabara yakunu jumlatan. O'zi yaqinda musannifning kalomida xabar jumla ham bo'lishligi keladi deb aytibdi. Al-thalithatu al-amthilatu. Endi musannif bir nechta gapida masalalar bor deb aytildi. Shundan uchinchisi misollar. Masalan, Zaydun qoimun va huwa mufradun. Bu mufrad bo'lyapti. Birlik ko'rinishdagi mubtado xabarga misol. Az-Zaydani qoimani va huwa musanna. Bu Zaydani qoimani bu musanno, tasniyaga misol bo'lyapti. Az-Zayduna qoimuna va huwa jam'un. Zayduna qoimuna deb bo'lsa jam, ko'plikka misol bo'lyapti. Birinchisida mubtado xabar Zaydun qoimunda mubtado xabar bo'lib, ikkalovi ham marfu, raf alomati zamma bo'lyapti. Tasniya ya'ni musannoda bo'lsa, ikkalovi ham mubtado xabar marfu bo'lib, raf alomati alif bo'lyapti, chunki musanno. Zayduna qoimuna deb bo'lsa, marfu bo'lib, raf alomati mana bu vov turibdi. Vov demak rafligining alomati. Endi keyingi mavzu aqsamul mubtada'i, mubtadoning qismlari. قال الآجرومي رحمه الله والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر. Ajrumiy rahimahulloh aytibdilarki, mubtado ikki qismdir. Zohir va muzmar, ya'ni zamir ko'rinishda bo'ladi. Fa-zohiru ma taqaddama zikruhu. Zohir mubtado nima deyilsa, zohir uni zikri yuqorida o'tgan narsadir. Zaydun qoimun, Zaydani qoimani, ana shu yuqorida o'tgan jumlalarimiz, misollarimiz zohir ismlarga misol bo'ladi. Endi zohirning muqobilida zamirlar bor. Zamirlar doim yo mutakallimga yoki g'oyibga yoki bo'lmasa muxotob degan narsaga muhtoj bo'ladi. Lekin zohir ismlar bo'lsa unday bo'lmaydi. Va unda zohir ismlarda odatda ismni masalan alomatlari ham ko'rinib turadi. Wal mudmaru 12. Muzmar ya'ni zamir bo'lgan ismlar, mubtadolar 12 ta. Wa hiya ana wa nahnu wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antunna wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna. Demak mana bu ana, nahnu bular mutakallim uchun, anta, anti, antuma, antum, antunna muxotob uchun, huwa, hiya, huma, hum, hunna bular g'oyib uchun. Mana shu demak 12 xil zamir. Bular doim mubtado bo'lib keladi degan ma'noda emas, balki mana shular mubtado ko'rinishda kelishi mumkin. Chunki raf holatda bo'ladi bular. Nahvu qawlika yoki nahva qawlika ana qoimun va nahnu qoimuna va ma ashbaha zalik. Masalan, ana qoimun, men turibman, va nahnu qoimuna va biz turibmiz. Bu yerda ana qoimun, ana mubtado, qoimun xabar bo'ladi. Nahnu qoimunada nahnu mubtado, qoimuna xabar. Bu zamirlar hammasi mabni. Shuning uchun nima deymiz? Masalan, ana zamir bo'lib turib, ismi zamir bo'lib turib mubtado bo'ladi va sukunga mabni ana. Mana bu alif usti sukun bor. Mabni bo'lganligi uchun nima deb aytamiz? Raf o'rnida. Nimaga desa, chunki mubtado. Nahnu ham xuddi shunday. Nahnu ismi zamir bo'lib zammaga mabni va mubtado bo'lganligi uchun raf o'rnida. Endi qoimuna yoki qoimun xabar bular oxiri harakat oladi. Shuning uchun bular mabni emas. Va ma ashbaha zalik va shunga o'xshagan narsalar va hokazo. Qala Abu Muhammad al-mubtada'u yanqasimu ila qismayni. Mubtado ikki qismga bo'linadi. Al-awwalu zohirun va huwa allazi taqaddama anifan. Birinchisi zohir. Va u hozirgina o'tgan narsa. Al-thani, ya'ni Zaydun qoimun va hokazo shunga o'xshagan zohir ismlar. Al-thani mudmarun. Ikkinchisi mudmar, ya'ni zamir. Wa yakunu fi jami'i dhama'ir ar-raf'i allati dhakaraha al-musannif.
Zamirlar aytayaptiki, musannif zikr qilgan raf zamirlarini hammasida bo'lib keladi. Ya'ni zamirlar o'sha musannif zikr qilgan raf zamirlarini hammasida bo'lib kelishi mumkin, ya'ni shu mubtado. Va hiya 12 damiran. Va u 12 ta zamir, 12 xil ko'rinishli zamirlar bo'ladi. Mana shu musannif zikr qilgan raf zamirlarning hammasida nima mubtado bo'lib kelishi mumkin kalima. Nahwu huvallohu allazi la ilaha illahu alimul g'oybi vash shahada huvar rahmanur rahim. Bu yerda mana bu huva mubtada, Allohu xabar lafz jalol. Yoki bo'lmasa huva ar-rahman. Bu yerda ham mubtada xabar bo'lyapti. Mana shu zamirga misol. Ya'ni u Allohdan o'zga haq iloh yo'q. Ya'ni u Allohdir. U shunday Alloh shunday zotki, undan o'zga haq iloh yo'qdir. G'aybni va shahodatni, ya'ni oshkor narsani biluvchidir. U Rahmon va Rahimdir. Bu yerda huva Alloh, huva ar-rahman. Mana shu mubtada xabarga misol. Mana bu huvalar zamirga misol bo'ladi mubtada bo'lgan. Qalu nahnu ulu quwwatin va ulu ba'sin shadid. Aytishdiki, biz quvvat egalarimiz va shiddatli jur'at egalarimiz, matonat egalarimiz deb aytishdi. Shu yerda nahnu mubtado, ulu xabar bo'ladi. Bu yerda e'tibor bergan bo'lsak, mana bu nahnu zamirga misol. Fahal antum muslimun? Sizlar musulmonmisizlar? Bu yerda antum mubtado, muslimun xabar. Mana bu antum zamir bo'lyapti, muxotob zamir. Yuqoridagi nahnu da bo'lsa mutakallimga, undan oldingisi huvallohu da bo'lsa, bu yerda g'oyib zamirga misol beryapti. Va nahwu anta nahwiyyun wa huwa faqihun wa huma alimani wa hunna hafizatun wa ma ashbahahu. Yana misollar beryapti. Sen nahvshunossan. Bu yerda anta mubtado, mutakallim ko'rinishda kelyapti. Va u faqihdir. Huwa mubtado, faqihun xabar. Huwa g'oyib ko'rinishda kelyapti mubtado. U ikkalovi olimdir. Bu yerda g'oyibni tasniy ko'rinishiga misol beryapti. Va u ayollar hofizalardir. Va ma ashbahahu va shunga o'xshagan narsalar. Aqsamul xabar, endi xabarning qismlari. Qala al-Ajrumi rahimahulloh. Wal xabaru qismani, mufradun va g'ayru mufradin. Ajrumi rahimahulloh aytadilarki, xabar ikki qism bu ham. Mufrad va mufrad bo'lmagan. Bu yerda mufraddan maqsad nima deyilsa, bizda mufrad bir nechta ma'noda ishlatiladi. Masalan, tasniya va jamni muqobilida ham mufrad ishlatiladi. Ya'ni mufrad deganda birlik, tasniya yoki musanno ikkilik, jam bo'lsa ko'plik degan ma'noda ham ishlatiladi. Mufrad u o'rinda birlik degan ma'noda. Masalan, qalamun mufrad, qalamani musanna, aqlamun bo'lsa jam. Endi bu yerdagi mufraddan maqsad jumla bo'lmagan degani. Ya'ni u masalan xabar biz o'ylagan hozirgidagi mufrad emas. Masalan, zayduna, az-zayduna qoimuna da masalan, mana bu misolda az-zayduna qoimuna. Mana bu qoimuna xabar. Lekin bu jam ko'rinishda kelyapti. Lekin jumlami desa, yo'q, jumla emas. Bitta o'zi alohida bir kalima. Shuning uchun jumla bo'lmaganligi uchun buni mufrad deyilaveradi. Demak, bu yerdagi mufraddan maqsad jumla bo'lmagan degani. Ya'ni tasniya, jam bo'lmagan degani emas, balki jumla bo'lmagan degan ma'noda. Fal mufradu nahwu zaydun qoimun va zaydani qoimani va zayduna qoimuna. Mufrad masalan mana bular misol bo'lyapti. Qoim, zaydun qoimun. Mana bu yerda qoimun xabar mufrad, ya'ni jumla bo'lmayapti. Zaydani qoimani deb bu yerda ham qoimani xabar mufrad, ya'ni nimaga? Chunki jumla emas. Lekin ko'rinishda musanna, lekin bu yerda mufraddan maqsad u tasniya va jamni muqobilida qarshisida turgan mufrad emas, ya'ni. Az-zayduna qoimuna da ham qoimuna xabar mufrad ko'rinishda kelyapti. Va g'ayrul mufradi arba'atu ashya. Mufrad bo'lmaganlari bo'lsa 4 ta narsa. Demak, mufrad bo'lmagan 4 xil bo'ladi. Al-jarru wal majruru, birinchisi jar majrur ko'rinishda keladi xabar. Va zarfu, ikkinchisi zarf ko'rinishda keladi. Zarf ham nima? Ikkiga bo'linadi. Zamonni bildiradigan zarf va makonni bildiradigan zarf. Wal fi'lu ma'a fa'ilihi. Uchinchisi fe'l o'zini fa'ili bilan birga keladi, ya'ni xabar fe'li jumla bo'lib keladi. Wal mubtada'u ma'a xabarihi va o'sha mubtada o'zini xabar bilan birga. Ya'ni xabar ismiy jumla, mubtada va xabar ko'rinishida keladi. Nahwu masalan zaydun fid dari va zaydun 'indaka va zaydun qama abuhu va zaydun jariyatuhu zahibatun. Zayd hovlidadir. Zayd seni huzuringda. Zayd uni otasi turdi. Ya'ni Zaydning otasi turdi, qisqacha qilib aytganda. Zayd uning joriyasi ketdi yoki ketyapti. Bu yerda ham Zaydning joriyasi desak bo'laveradi, qisqacha qilib turib. Bu
Bu yerda e'tibor bergan bo'lsak, fiddari Zaydun mubtado, fiddari xabar. Bu jar majrur ko'rinishda. Zaydun indaka, Zaydun mubtado, indaka xabar. Bu zarf ko'rinishda, zarfu makon bo'lyapti. Zaydun qoma abuhu deb bo'lsa, Zaydun mubtado, qoma fe'l, abuhu fa'il. Fe'l fa'il jumla fi'liya bo'lib, Zaydunga nima bo'lyapti? Xabar bo'lyapti. Zaydun mubtado, jariyatuhu zahibatun, jariyatuhu mubtado bo'ladi, zahibatun xabar bo'ladi. Mubtado xabar ismiy jumla bo'lib turib, Zaydunga xabar bo'ladi. Ya'ni mana bu jariyatuhu zahibatun jumlaning ichidagi mubtado xabar bo'lyapti-da. Qala Abu Muhammad, yanqasimul xabaru ila qismayni. Shorih aytayaptiki, xabar ikki qismga bo'linadi. Bu ham demak ikki qismga bo'linar ekan, xuddi ismga o'xshash. Ismda ikki qism, ya'ni zohir va muzmarga bo'linadi. Endi bu yerda bo'lsa, xabarun mufradun va xabarun jumlatun. Demak, xabar ikki qismga bo'linishi mufrad xabar va jumla ko'rinishidagi xabar. Yuqoridagi 4 ta hammasi jumla ko'rinishidagi xabar bo'ladi. Ya'ni biz yuqorida o'tganimiz jar majrur, zarf, fe'l fa'il, mubtada xabar. Qala ibn Malik anil xabari. Ibn Malik xabar haqida aytganki, alfiyalarda va mufradan ya'ti va ya'ti jumla hawiyatan ma'na allazi siqat lah. Aytayaptiki, xabar mufrad bo'lib keladi va jumla bo'lib keladi. Va jumla bo'lib kelgan paytda nima? U uchun keltirilgan ma'noni o'z ichiga olgan holatda keladi. Ya'ni nima uchun keltirilgan bo'lsa, ana shu ma'noni o'z ichiga oladi. Ya'ni bundan maqsad xabarimiz jumla bo'lib kelgan paytda mubtado bilan o'rtani bog'lab turadigan bir ma'no bo'ladi. Ya'ni bu narsa masalan zamir ko'rinishida bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa ismi ishora ko'rinishida bo'lishi mumkin va hokazo. Masalan yuqorida oladigan bo'lsak, Zaydun qoma abuhu, Zaydun mubtado, qoma abuhu fe'l fa'il bo'lib xabar bo'lyapti. Mana bu yerda o'rtada bog'lab turgan nima bor? Mubtado bilan mana bu jumlani o'rtada bog'lab turgan robita bor. U ki mana abuhu, mana bu zamir Zaydga qaytadi, ya'ni mubtadoga oid bo'ladi. Agar u bo'lmaganda edi, bu mubtadoga xabar bo'lmasdi. Masalan, keyingisida ham Zaydun jariyatuhu zahibatun. Zaydun jariyatuhu, mana bu hu zamir Zaydga qaytyapti. Xuddi shunaqa, ya'ni u uchun keltirilgan, ya'ni nima uchun keltirilgan bo'lsa, ana shu ma'noni o'z ichiga olgan bo'ladi deb aytayapti. Ya'ni xabar jumla ko'rinishida keladigan bo'lsa, demak ana shu mubtado bilan o'rtasini bog'lab turadigan narsa bo'ladi. Ya'ni u odatda zamir bo'lishi mumkin yoki ismi ishora bo'lishi mumkin va hokazo. Fal mufradu nahwu Zaydun qa'imun va nahwu Muhammadur Rasulullah va nahwu Allohus samad va nahwu ad-dunya mata'un. Al-haqqu ablajun al-haqqu ablaj wal al-batilu lajlajun ay muttaribun. Al-haqqu ablaju degani haq ochiq oydin, ya'ni ablaju degani, ya'ni bu ismi tafsir ko'rinishi kelyapti. Ablaju bo'lib, ya'ni oxir ta'minsiz. Al-batilu lajlajun, botil bo'lsa lajlajdir, ya'ni noaniq, muttarib, ya'ni istiroblidir. Endi bu yerda shunchaki misol beryapti. Haq mubtado, ablaj xabar bo'ladi. Al-batilu mubtado, lajlaj xabar. Yuqorida ham Zaydun qoimun, Zaydun mubtado, qoimun xabar. Muhammad mubtado, Rasul xabar bo'ladi. Alloh lafzi mubtado, as-samad xabar bo'ladi. Ad-dunya, dunyo matodir. Ya'ni bir matohdir degan. Bu yerda dunyo mubtado, mataun xabar. Va hokazo, mana shu yerda e'tibor bergan bo'lsak, xabar hammasi nima bo'lib ko'rinishda kelyapti? Mufrad ko'rinishda, ya'ni jumla emas. Qoimunda ham Rasululloh, as-samad yoki mata' yoki ablaj, lajlaj, bular hammasi xabarlar mufrad ko'rinishda, ya'ni jumla bo'lmagan ko'rinishda kelyapti. Va ki qawli shoiri, va shoiri so'zi kabi she'rdan ham misol beryapti. Dukhuluka min babil hawa in aradtahu yasirun walakinnal khuruja asiru. Sen nafs havo eshigidan kirishliging, agar uni xohlaydigan bo'lsang, ya'ni nafs havoni eshigidan kirishni xohlaydigan bo'lsang, nafs havoni eshigidan kirishliging osondir, lekin chiqishlik qiyindir. Ya'ni inson nafs havosiga ergashib bir gunohlarga kirishib ketishligi oson, lekin u gunohdan qutulishi, uni oqibatlaridan, yomonliklardan qutulishi qiyin degan ma'noda. Bu yerda dukhuluka mubtada bo'lyapti, yasirun xabar. Lakinnal xuruj, mana bu lakinna inna naxavatlardan al-xuruj uni ismi bo'ladi, asir xabar bo'ladi. Demak bu yerda yasirun muhimi bu yerda mufrad bo'lgan xabarga misol.
Wal khabarul jumlatu anwa'un. Endi jumla ko'rinishida keladigan xabar ham bir qancha turli bo'ladi. Birinchisi jumlatun fi'liyatun. Nahwu al-falaku yaduru, ash-shamsu tajri, al-qamaru bazagha, an-najmu hawa, as-saqfu kharra, al-jidaru qadda, ad-durru saqata, al-qawlu waqa'a. Birinchisi demak fe'li jumla. Masalan, falak aylanadi. Bu yerda al-falaku mubtado, yaduru fe'l bo'ladi, uni ostida huwa mustatir fa'il bor, ana shu mubtadoga oid. Ana shu fe'l fa'il bilan xabar bo'ladi. Fe'l fa'il bilan demak, ya'ni jumla fi'liya bo'lib, mubtadoga xabar. Va mana bu xabarni nima deb aytamiz? Raf o'rnida deb aytamiz. Ash-shamsu tajri. Quyosh yuradi. Bu yerda ham ash-shamsu mubtado, tajri fe'l fa'il bo'lib turib, jumla fi'liya bo'lib xabar bo'ladi raf o'rnida. Qolganlari ham xuddi shu tarzda. Al-qamaru bazagha. Oy ko'rindi yoki oy chiqdi. Keyingisi an-najmu hawa. Yulduz to'kildi yoki bo'lmasa g'oyib bo'ldi yoki botdi. Bu yerda an-najmu mubtado, hawa xabar bo'ladi. Bu fe'l fa'il bo'lib turadi. Hawa fe'l, huwa mustatir fa'ili bor, mubtadoga oid. As-saqfu kharra. Shift quladi yoki bo'lmasa shift yiqildi. Al-jidaru inqadda. Ya'ni devor quladi, yiqildi. Dur to'kildi. So'z voqea bo'ldi. Va hokazo. Al-thani jumlatun ismiyatun. Demak, keyingi jumla ko'rinishida keladigan xabar bir necha turli bo'ladi deb aytdi. Birinchisi fe'li jumla bo'ldi, keyingisi ismiy jumla. Nahwu Zaydun jariyatuhu zahibatun. Zayd uning joriyasi ketuvchidir. Ya'ni Zaydning joriyasi ketyapti degan. Zaydun mubtadaun, jariyatuhu mubtadaun thanin, zahibatun khabarul mubtada'i al-thani wa kullun min al-mubtada'i al-thani wa khabarihi khabarun lil mubtada'i al-awwali fi mahalli raf'in. Aytayaptiki, Zaydun jariyatuhu zahibatun o'zi grammatik tahlil qilib, ya'ni i'rob qilib, tarkib qilib aytayaptiki, Zaydun mubtado mana bu va marfu bo'lib raf alomati mana bu zamma bo'ladi. Jariyatuhu gapni ichidagi ikkinchi mubtado bo'ladi. Shuning uchun ikkinchi mubtado deb aytayapti. Zahibatun bo'lsa ikkinchi mubtadoning xabar, ya'ni mana bu jariyatu mubtado bo'ladi, zahibatun mana bu jariyatuga xabar. Endi ikkinchi mubtado va uni xabardan har biri, ya'ni mana bu jariyatuhu zahibatun ikkalovi nima ekan? Birinchi mubtado, ya'ni Zaydunga xabar bo'ladi va raf o'rnida mana bu jariyatuhu zahibatun ismiy jumla bo'lib, Zaydunga nima bo'ldi? Xabar bo'ldi va raf o'rnida. Va nahwu ash-shaykhu hirsuhu shadidun. Shayx qariyani hirsi qattiq bo'ladi. Bu yerda ash-shaykhu mubtado, hirsuhu ikkinchi, ya'ni jumlaning ichidagi mubtado bo'ladi, shadidun xabar. Mubtado xabar mana bu shayxga, ya'ni birinchi mubtadoga xabar bo'ladi va raf o'rnida deb aytamiz. Xadijatu bintuha Fatimatu. Xadichaning qizi Fotimadir. Xadijatu mubtado, bintuha ikkinchi mubtado, Fatimatu ikkinchi mubtadoning xabari. Ikkalovi keyin bintuha Fatimatu jumla bo'ladi va Xadijatuga xabar bo'ladi. Al-xoinuna humul xoibuna. Xoinlar ular xoib, ya'ni nima? Omadsizlardir. Al-xoinuna mubtado, hum mubtado bo'ladi ikkinchi, al-xoibuna ikkinchi xabar. Mana bu ikkinchi mubtado va xabar birinchi al-xoinunga nima bo'ladi? Ismiy jumla bo'lib turib xabar bo'lib raf o'rnida bo'ladi va hokazo. E'tibor bersak, hammasida mana bu jumla ko'rinishida kelayotgan mubtado xabarning o'rtasida nima bo'lyapti? Robit, ya'ni bog'lovchi bo'lyapti. Keyinsa az-zarfu, zarf. Nahwu Zaydun indaka, al-kitabu fawqaka, al-khayru amamaka. Zayd seni huzuringda. Zayd mubtado, indaka xabar bo'ladi. Al-kitabu mubtado, fawqaka xabar. Kitob ustingda. Yaxshilik oldingda yoki qarshingda. Bu yerda al-khayru mubtado, amamak xabar. To'rtinchisi jumla ko'rinishidagi xabarning to'rtinchi ko'rinishi al-jarru wal majruru. Jar va majrur. Demak, xabar jumla ko'rinishida kelishini yana bir ko'rinishi, shu oxirgi ko'rinishi, demak jar va majrur ko'rinishida kelar ekan. Al-amru ilayka, assalomu alayka, al-barakatu fika, hadha laka, hadha lahu va hakaza. Ish senga. Al-amru mubtado, ilayka jar majrur xabar. Assalomu mubtado, salom, salomatlik senga. Senga bo'lsin, ya'ni. Assalomu mubtado, alayka jar majrur xabar. Barakat sendadir. Al-barakatu mubtado, fika jar majrur xabar. Hadha laka, mana bu sen uchun. Hadha ismi ishora mubtado bo'ladi, laka jar majrur xabar. Hadha lahu bu uchundir.
ya'ni hada mubtado lahu jar majrur xabar bo'ladi va hokazo mana shunday ketaveradi. Va kullun min az-zarfi wal jarri wal majruri yusammihi an-nuhatu shibha jumlatin. Zarf va jar va majrurdan har birini nahvshunoslar shibhi jumla deb turib nomlashadi. Ya'ni jumlaga o'xshash deb nomlashar ekan. Jar majrur va zarf ko'rinishidagi xabarlarni nima deb nomlashar ekan? Nahvshunoslar shibhi jumla, ya'ni jumlaga o'xshash. Va minan nuhati man yu'ribuhuma khabaran. Nahvshunoslarning ichida u ikkalovini, ya'ni jar va majrur va zarf ko'rinishida keladigan xabarlarni xabar deb i'rob qiladiganlari bor. Demak, ba'zilari demak shibhi jumla deb turib i'rob qilishadi. Nahvshunoslardan ba'zilar bo'lsa to'g'ridan to'g'ri xabar deb aytishadi. Masalan, yuqoridagi misolga qaytsak, Zaydun indaka. Zaydun mubtado indaka shibhi jumla deb aytishadi. Yoki bo'lmasa keyingi gapga ko'ra nahvshunoslarning keyingi gapiga ko'ra xabar deb ketishadi. Yoki masalan al-amru ilayka ham xuddi shunday. Al-amru mubtado, ilayka jar majrur shibhi jumla bo'lib xabar yoki bo'lmasa al-ilayka xabar deb ketishar ekan. Wa minhum man yaqulu az-zarfu muta'alliqun bi khabarin mahdhufin taqdiruhu ka'inun aw mustaqirrun va kadhalika al-jarru wal majrur. Va yana nahvshunoslarning ichida shunday deb aytadiganlar ham bor. Zarf mahzuf bo'lgan xabarga mutaalliqdir. Ya'ni taqdirda bir tushib qolgan xabar bor. Zarf ana shu xabarga o'zi mutaalliq deb aytishadi. Masalan, uni taqdiri nima? Ana shu xabarni kainun yoki mustaqirrun. Va jar va majrur ham mana shunaqa. Ya'ni taqdirda tushib qolgan, mahzuf bo'lgan bir xabarga mutaalliq. Masalan, Zaydun indaka. Zaydun mubtado, indaka zarf bo'lib turib, nima bo'ladi? Taqdirdagi xabarga, ya'ni mahzuf bo'lgan xabarga mutaalliq. Ya'ni o'sha xabar Zaydun indaka kainun yoki Zaydun indaka mustaqirrun. Ya'ni bu degani Zayd seni huzuringda turibdi yoki bo'lmasa Zayd seni huzuringda qaror topib turibdi va hokazo yoki Zayd seni huzuringda mavjud. Shunga o'xshagan narsalarga mutaalliq. Al-amru ilayka ham xuddi shunday. Demak, shunga o'xshagan ko'rinishda nima qilishar ekan? I'rob qilishar ekan. Chunki haqiqatda zarf va jar majrurlar doim biror bir narsaga mutaalliq bo'ladi. Demak, mana shu bu yerda zarf yoki jar majrur mutaalliq bo'lyapti. Ana shu mutaallaqi taqdirda bo'lyapti. U ki kainun yoki mustaqirrun. Kainunga bor, mavjud, mustaqirrunga bo'lsa bu ham shu, ya'ni turibdi yoki o'rnashgan degan ma'nolarni bersak bo'ladi. Umumiy, ya'ni siyoqqa qarab turib, gapni oqimiga qarab turib ma'no beramiz. Endi keyingi darsda inshaalloh mubtado va xabarga kiradigan omillar haqida, ya'ni lafziy omillar haqida gaplashamiz. Shu bilan demak biz mubtado va xabar to'g'risida, mubtadoni taqsimotlari va xabarning taqsimotlari to'g'risida gaplashdik va mubtado va xabarda agar xabar jumla bo'lib keladigan bo'lsa, to'rt xil ko'rinishda, ya'ni fe'liy jumla, ismiy jumla, zarf va jar va majrur ko'rinishda kelishligini o'tdik va xabar agar jumla ko'rinishda keladigan bo'lsa, ana shu jumla ko'rinishida kelgan xabar bilan mubtadoni o'rtasida bog'lovchi narsa bo'lishi kerak deb aytdik. Ya'ni u narsa yo zamir bo'lishi mumkin, mubtado bilan fe'li yoki ismiy jumlaning o'rtasida bog'lab turgan narsa yo zamir yoki ismiy ishora bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa undan boshqa narsalar ham bo'lishi mumkin. Buni kelgusi kitoblarda o'tamiz. Keyingi darsda inshaalloh mubtado va xabarga kiradigan lafziy omillar haqida gaplashamiz. Vallohu a'lam.